Voy, kim u yerda daraxtlar orasida? Salom, men Samsungman. Shoshilmang, do'st bo'lishimiz mumkin. Mayli, keling, sayohat bahona tanishib olamiz. Voy, u yerda kimdir yiqilib yotibdi. Bu Xiaomi-ku, zaryadi ham tugab qolyapti shekilli. Do'stlar, yordam bering. Tinchlan. Xiaomi, I will power you now. Yo'q, ishlamayapti. Qo'rqma, Xiaomi. Hozir bir yo'limni todamiz. Biz sen bilanmiz, yolg'iz emassan. Hammasi yaxshi bo'ladi, ishon. Rahmat do'stlar, yolg'iz qoldirmadinglar. Biz doim yoningdamiz, tashvishlanma. Birga yursak, hamma muammo oson bo'ladi. Salom, men Powerbankman. Hammani quvvatlab, hamma narsani nazorat qilaman. Voy, u juda kibrli ko'rinadi. U menga yordam bera oladimi? Xavotir olma. Birga yechim topamiz. Ha, biz yoningdamiz. Iltimos, biror nima qilinglar. Atigi 5%im qoldi. Xavotir olmang, birga yechim topamiz. Ha, biz seni tashlab ketmaymiz. Powerbank, iltimos, Xiaomi'ga yordam ber. Juda kam, lekin men yordam beraman. Xiaomim, hozir seni quvvatlayman. Rahmat, men yana kuch topdim. Voy, u ishga tushdi. Ha, endi hamma yaxshi bo'ladi. Yaxshi, men ham sayohatga qo'shilaman. Zo'r, endi biz to'liq jamoamiz. Voy, bu nima? Bu virus-ku. Qo'rqmanglar jamoa. Birga yengamiz. Hamma ehtiyot bo'lsin, tizimni himoyalaymiz. Himoyalaning, virus yaqinlashmoqda. Jamoa, qo'llaringizni tayyorlang. Men ham o'zimni himoya qilaman. Hech narsadan qo'rqmang, birga yengamiz. Biz yutdik, do'stlar. Voy, endi xavfsizmiz. Jamoa bo'lsak, hammasini yengamiz. Voy, nihoyat o'rmondan chiqdik. Endi keng ochiqlik, yangi sarguzashtlar kutmoqda. Voy, daryo juda keng. Qanday o'tishimiz kerak? Ha, suv shundoq oson emas, ehtiyot bo'lishimiz kerak. Hoy, ota Nokia! Bu yoqqa keling, yordam kerak. Iltimos, bizni ham o'tkazing. Iltimos, bizga yordam bering. Yaxshi bolalar. Birlashgan ekansizlar, men sizlarga yordam beraman. Rahmat, ota Nokia. Kelinglar, sekin chiqib joylashib olinglar. Ha, ehtiyot bo'lamiz, Rahmat sizga. Siz bo'lmaganingizda qanday o'tar edik? Yo'q. Signal ham yo'q, internet ham ishlamayapti. Endi nima qilamiz? Endi nima qilamiz? Yo'lni qanday topamiz? Bizni paytda internetlar bo'lmagan, o'zimiz bir amallab yo'limizni topganmiz. Yoshlar, bitta siminiz uzilib qolsa darrov qo'rqasizlar-a? Unda bizga yordam berasizmi, ota Nokia? Ha, albatta bolajonlar. Qani yuringlar, qayiqdan tushinglar avval. O'zi qayerga ketyapsizlar so'ramabman ham. Shaharga chiqishimiz kerak, ota. Ana bolalar, shaharga ham yaqin kelib qoldik. Ehtiyot bo'linglar. Bu yer juda xavfli ekan. Quvvat tugayapti. Endi kuch qolmadi. Ota, faqat siz turibsiz. Xavotir olmanglar. Men hali o'chmayman. Birga bo'lsak, kuchlimiz. Signal ham, iroda ham birlashdi. Texnika emas, birlik yutqazmaydi. Ota, bizning quvvatimiz tugadi. Endi nima qilamiz? Qayerda quvvat topamiz? Xotirjam bo'linglar. Men sizni kuch beradigan joyga yetaklayman. Bizni o'sha yerga yetaklaysizmi? Ha, yo'lni bilaman. O'sha yerda ESFP instituti ham bor. Ana, endi quvvatni to'ldirib olish kerak. Rahmat sizga. Ota Nokia, siz bo'lmasangiz nima bo'lardi?